3 kunda kelaman otajon deb duolarni olib chiqdim. Lekin ishim ko'payib, ishim bitmay 5 kun bo'lib ketdi safarim. Xabar beray desam imkon yo'q, u paytlarda telefon yo'q, o'zim ham hafsala qilmadim. Xullas 5 kun deganda kirib keldim. Hovliga kirib kelsam, so'rida otam o'tiribdilar. Yaqinroq borib salom berdim. Assalomu alaykum. Otam boshlarini quyi qilib, qo'llarida tasbih shu darvoza tarafga qarab o'tirgan ekan. Shu meni ko'rishlari bilan padaringga la'nat deb so'kishni boshladilar. Indamay otamga qarab yuraverdim. Bir qadam qolganimda tizzalab endi ko'rishamanmi desam, boya hayqirib so'kayotgan otam endi dod deb yig'lashni boshladilar. Bo'yinlarimdan quchoqlab, hidlab, buncha meni qiynading